O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi, Yoshlar ishlari agentligi hamda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti hamkorligida yoshlarning iste'dod va qobiliyatlarini yuzaga chiqarish, ularni siyosiy jarayonlarga faol jalb etish maqsadida siyosatdagi yoshlar loyihasi amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha doirasida Zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Unda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan iqtidorli, qiziquvchan yoshlar ishtirok etdi. Zakovat o'yini orqali yoshlarning siyosiy bilimlari, ijtimoiy muammolar yechimiga bo'lgan yondashuvi, tafakkuri va mantiqiy fikrlash qobiliyati sinovdan o'tkazildi. Savollar siyosat, ijtimoiy hayot, iqtisodiyot, ta'lim va zamonaviy dunyo bilan bog'liq dolzarb mavzularni o'z ichiga oldi. O'yinda faol ishtirok etgan yoshlar bilim va iqtidorlarini namoyon etish barobarida o'zaro sog'lom raqobat muhitida muloqot qilish imkoniga ega bo'lishdi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bugun O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Samarqand viloyati kengashi hamkorligida siyosatdagi yoshlar loyihasi doirasida Zakovat intellektual o'yini ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. Bunda institut rahbariyati, shuningdek, partiya vakillari ham ishtirok etishdi. Bu galgi Zakovat o'yinlari avvalgilardan ancha farq qildi desak adashmagan bo'lamiz. Sababi bugungi o'yinda biz nafaqat mantiqiy fikrlashimizni, balki o'sha partiya haqida egallagan bilimlarimizni sinovdan o'tkaza oldik. Biz yoshlar mana shunday loyihalarni doimiy ravishda o'tkazilib turish tarafdorimiz. Sababi bugungi kunda jamiyatga befarq bo'lmagan va allaqachon ovoz berish huquqiga ega bo'lgan faol yosh qatlami sifatida biz kelajagimizni belgilashimizdan avval mana shu partiyalarning dasturi va faoliyati haqida tushunchaga ega bo'lishimizda nafaqat televideniya, nafaqat ijtimoiy tarmoqlar orqali, balki mana shunday jonli ravishda kreativ loyihalar asosida tashkillashtirilsa, o'ylaymanki yoshlarni har tomonlama jalb qila olgan bo'lardik. Mazkur loyiha yoshlarda siyosiy faollikni oshirish, ularni jamiyat hayotidagi muhim qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb etish, shuningdek ta'lim va ijtimoiy tenglik sohalaridagi muammolarni yoritish va hal qilishga qaratilgan tashabbuslarini ilgari surishga xizmat qilmoqda.